Men qaralaring, maktab oddiy bitirmoqchimisanlar? Aslida kelik tikayotgan ekan bitiruv oqshomiga. Biz ham nimadir qilamizmi, yo'qmi? Menda zo'r ideya bor. Qanaqa? Ketdik men uyimga. Smaktak on the floor. Smaktak. Assalomu alaykum adi. Va alaykum assalom o'g'lim, qalaysan, yaxshimisan? Uyingdagilar xonadonlar, onang, adang yaxshimilar? Rahmat. Adi ertaga xayr maktabim. Adiga hamma bolalar kelikda chiqib o'tgan ekan. Bitta bizning mashina yo'q. O'shanga siz mashinangizda chiqmoqchimiz, shunga kelishdik bolalar bilan. Ha, mana mashinam chiqmoqchimisizlar? Bolalar bilan o'rtada o'tirib, men basta uyum-uyum. Mana tur o'rningdan bilan. Ko'zimga ko'rinmadan urib o'ldiraman qolsana. O'g'aylarga aytib qo'y, boshqa ko'rinmasin ko'zimga. Ha, qora bayrim boshida men kelishsa sen haydaysan. Nargiz va oldiga o'tib so'raman. Bo'ldi, xal. Yo'q, o'ylab ko'raman dedilar-da. Qaqqa olib keldingiz ana? Menga qaralaring, o'zi bir marta bitiramiz. Bitiruvimiz zo'r chiqsa ochko bo'ladi. Kaptar uchiramiz. Tanishim nima zo'r qilib beradi, ha? Ketdik-da. To'tini sochin ne degan? To'tini sochin ne degan? To'tini sochin ne degan? Assalomu alaykum. Bizga kaptar kerak. Bitiruvchimizni uchirishga bormi? Uchirishga bitiruvchi kaptar. Sarig'i bor xolasi, germanskiy. Yashili bor, italyanskiy. Bo'ldi, qancha olamiz? $500. 500 qimmat uchiramiz yoki bizga qimmat kerak emas. 500 ming qilib beraman, faqat qaytarib olib kelasan. Olib kelamiz, qaytarib bering. Qanaqasiga olib kelasan, uchib ketgan qushchi? Miyeni ishlat, lagatsiya bersa keladi. To'tini sochin ne degan? Qanaqa to'tini sochini sanjilsa $500 ga qush sotadimi? Klientim ko'p, zaytman. Ertalamam zaytman. Bo'ldi, quvurma menga. Assalomu alaykum ada. O'zim qo'raman. Va alaykum assalom. Qalaysan, o'zing yaxshisan? Rahmat ada, ikki o'rtog'im sochini olib qo'yish kerak ertaga bitiruvchilar kechasi-yu. Zaytman, ko'rasan-ku. O'ta qiyin emas, kantopka qilib bersangiz bo'ldi, 2 minut vaqtingiz ketadi. Kantopkasini o'zimi? Ha? Bo'l, taqir. Ana. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Ada, yaxshimisiz ada? Hammanikini olamiz sochini, hamma sanikidan ham, unikidan ham, uni ham olamiz. $1000 qatdan olaman, o'rtoq, jinniromisan, o'ylab gapirgan. Yo'q, pul olmayman senga. Yo'q pul. Oka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bolam mazasi yo'q, ozgina pul berib turing, oka. Mazasi yo'qmi aka? Men mana shu pulni oling aka. Rahmat. Oq qo'raman o'rtoq senga. Okajon, bolam kasal edi. Vazgincha puldan yordam qilib turing. Bolang kasal bo'lsa doktorga borib tuzatgin ukam. Hech qachon o'xshamaydi menda. Aka, bolam kasal deyaptimi-deysiz? Men pulni oling. Bolam. Men bolam kasal. Senden sadece dikkat istedim. Qor to'xtadimi? Detsga bo'lmang, biz birga bo'la olmaymiz. Yo, men una deganim yo'q, sevishaylik deyapman. Alvido. Ko'zing yo'lamay o'ldir, qor yoqqan kuni ham tashlab ketasanmi? Men jicha siqilay. Yo'q, meni yo'ldan sevgan azizim. Ha, Akajon, ularni salvetka oling, uyga yordamlashayotgandim. bu savdo nima martaba? Yo'qol, men siqilyapman. Mayli. Meni sevmasang ham roziman. Assalomu alaykum. Вы можете меня ikkinchi Moni eshitdingmi, uni men siqilyapman. Mojit qilmasdan. Siqilgani qo'yasanlarmi senlar? Bir ayriliq nimaligini bilasanmi? Ko'zlaringni qorasini, kipriklaring. Sen bir sıkılmayken, sen bir sevmegen ekan. Biz ham sevganmiz, lekin sanchalik sıkılmaganmiz. Ha, siqilsa maylimi? Yashamayli ekanda. Bayqa. Istadi. Aka, Mashinangiz balonni qoraytirib bering. nimani qoraytirasan? Mashinangiz balonini qoraytirib bering. Mana shu mashina yo'ligi uchun tashab ketdi-da, siqilgani qo'yasanlarmi? Ha? Siqil, voy, orqam yopishib qolibdimi? Maki it.
18 yoshingda o'ylab olsang nimalar bo'ladi? Bu yoshda ximiring ham yo'ligi uchun to'yini uydagilar qilib beradi. Lekin tez qaraysan, o'rtoqlaring endi 18 yosh, sen bo'lsang soch to'kilayotgan, qorin qo'ygan kichkina mujikchasan. Yaxshi tomoni bo'lsa mahalladagi yosh katta akalarni borib mazgisini qotirasan. Ha, brat, mo'ylab o'tiribsizmi? O'ylansangiz boshqacha bo'ladi. To'y qolay. Ana 2006-yil uylangan bola-yu. Hamma joyda seni tema qilishadi. Mana qaranglar, yangi kuyovchi kelyapti. Oy, sen yangi uylangan, dog'ga chiq. Uyquga to'ymaganda. Uylanish qalay bo'ladi? Shu savolni bermagan odam qolmaydi. Bolang bor, ko'p katta bo'lasan, lekin hali ham oyingdan pul so'raysan. Oyi, kelinizni shikalatingiz ketdi-da. Beraymi shunga? Yo, nonga chiqarib yuboring, sizga shikalat olaman. 1 yil o'tib bolang bo'ladi. Yana o'sha 30 yoshli akalarning oldiga borib, mazgisini qotirasan. Aka o'ylansangiz, mana bunaqa shirin bolangiz bo'ladi. Bola ham bo'lmasa kerak bu odamlar. Shloring, zato o'rtoqlaring o'zini eplolmay yurgan paytda sen o'zingni ham, xotiningni ham, bolangni ham eplolmasdan yurasan. Shu detsiga qattanam dedim. Ha? Hech narsa. To'xta, o'zi sen nimamicha erta uylanib olding? Xullas, menda reja bor. Umrimni oxirigacha ishlamasdan o'tishim mumkin. Qanaqa reja? 40 yoshgacha otam boqadi. 40 dan keyin bolam katta bo'lib qoladi, bolam boqadi. To'rim Boburjon o'zim aylam. Ay bolajonim, baxtli bo'lgin. Qani keladi? Da. O'ynaymiz. Shaftolini bo'yib past mevasi ko'pligidan, 81-yigitlarda espa sevgilisi ko'pligidan. Gulbayzamini boshladim. Yigitimni mashinasi yo'q ekan tashladim. Hozir yangisini topdim. Sen jinnimisan singlim? Tashlab ketaveradimi shunaqa? Gul. Hozirgi qizlarning dardi faqat pul. O'l, svetni o'chirdi. Shuncha orzu havas qilib to'y qilaman deysan, svetni paq qilib o'chiradi. Voy mamarayim, yaxshi. Bo'ladi. Sani elektrikka tugunchani olib bormaganmiding? Olib borganman. Nimaga o'chirdi? Bilmayman. Menda bitta zo'r to'yxona variant bor. Qanaqa? O'chir, sharmanda qilib. Qishloqdan kelganini bildiringlar shunaqa. Murod qilsa kulturni balayding-ku. Valsga ham shunaqa o'ynaydimi? Qanday o'ynaydi-da? Mana shu to'yxonamizga yig'ilganlarning shodi ruh bo'lsin, ruhi shod bo'lsin, nimadir bo'lsin-da. Hanga mana shu amana to'yxonani maslahat berganda umri daroz bo'lsin, joylari bir jannatdan bo'lsin. Amana to'yxonasi Toshkentdagi zo'r to'yxona ekan. Ye Sattor ol bolangni kolani olyapti jo'ra. Men seni bolang uchun to'y qilyapman. Oling. Dada, chimildiqa kelinni yangasi ham kirar ekan. Nima qildi shunga? Men ham jo'ramni olib kirsam bo'ladimi? Ana. Men kamera chakayni olib kir, videoga olib beradi. Qurtlabdi? Tilimimi? Onang kirib ketgandir hozirga. O'zi nimaga kasal bo'lganman? Ha, bekilib shikolat yeganman. Kimdan o'rgangan ekan buni? Ustozim kim ekanmish? Balkim rayonadir ustozim.
deysiz? Gapiring. Bilmasam, tarbiyali bo'lsam kerak-da. Bilasizmi? Men sizga anchadan beri bir gapni aytmoqchi bo'laman, lekin jur'at qila olmayman. Shu gaplarni bugun aytmoqchiman. Hurmatli obunachilar, men hozir bitta zo'r joyga keldim. Birgalikda ko'ravizami? Ketdi. Bulunganlar ko'payib ketishdi. Xullas, aytmoqchi bo'lgan gapim shuki, men sizni Hurmatli obunachilar, bu yerda oilaviy o'tirishga shart-sharoitlar bomba, atmosfera va ishi bomba bo'lgan. Tushunyapsizlarmi? Ketdi u dalshi. e'tibor bermang. Ovozi ham baland ekan. Mana shunday tarbiyaligingiz, qiz bo'lganligingiz uchun men bugun sizning qo'lingizni tantanali ravishda so'ramoqchiman. O'rtoqlar, men sizlarga hozir Mani kafening eng zo'r fishkasini ko'rsataman. Stolning ustiga primoy monitor tushib turadi. Hamma narsani ko'rsanglar bo'ladi. Endi esa obzorini sizlarga batafsil ko'rsataman. Hozir men sizlarga inayni ko'rsataman. Ikkita joy kalla, jonimga tegding. O'tma bu yoqqa, yevvel jonimga tegib ketding. Senga o'xshagan mollarni deb 28 yildan beri ersiz o'tyapman. Yarim soatdan beri mana dog'dor qo'limga bitta o'zlikni eplab taqalayotgani yo'q. Nima qilishyapsan? Video olmayman, hozir ham apparatini olib bitta joyga tiqib qo'yma. Qayta video ola olmaydigan bo'lsan, tushundingmi? Yo'qol. Jonimga tegib ketishding. Qarano dog'dor. Ya Xudoga shukr. Ya Xudo bir o't sabzini saqladi. Anda ko'da kubi. Orqamdan o'tma, non tushadi deb bilolmay aytganmaslik kuchuklarga. Menga-chi? Gulchana yoqib qo'ygan. Onam ko'rmabdilarmi? Ana buni ham tashaylik. Sabzi ko'pi yoqqali. Ma baxtga. Kecha hamsiyada bitta non qarz olgan, tez olib chiqib ber. Bering. Lam bilaman, yuray. Qiz bolaga o'xshaydi-ku. Yaxshi yuribman-ku. Ona kapot qayerga qo'yay? Boshimga qo'y, boshimga. Shu gaz oldiga borib qo'ysang, sechasan shuni. Yemata. Shuni oldirganing. Men senga nima degandim? Folbox bu. Yaxshilikcha ki, agar ushlab olsam, putingni ayiraman. Urasiz. O'zing kelsang urmayman. Ha, pajalangan seni. Qalmi urchi. Bitta igna top kirish shunchalik qiyin bo'ldimi? Bu yerda yo'q. Hozir men borib topsam nima qilaman seni? Bo'lmasa kelib ko'ring o'zi. Ko'rishov. Bu hech narsa topolmay, tumshug'im tagidagini. Mana nima shiqi? Hozir yo'q edi ana shu ish. Ko'zingni och, ko'zingni och bunday. Mana buni ochaman. Yoshlik sana magankan